Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, opa-singillar. Bugun sizlarga juda yaxshi yangiligim bor. Priglasheniyalarimiz o'sha kelishni boshladi. Hozir birinchi 9 kishiniki hozir keldi, tayyor bo'libdi. Yana bir 10-15 kunga yana ikkinchi partiya ham keladi. Undan keyin orqama-orqa yana dalshi qolganlari ham chiqib kelyapti. Tayyor bo'lgandan men sizlarga aytaman. Faqat videoni oxirigacha ko'ringizlar. Kimlarga chiqqanini men hozir ism familiyasini aytib o'taman, qayerdanligini aytib o'taman. O'sha kimga chiqqan bo'lsa, o'sha kishilar menga aloqaga chiqsa agar yaxshi bo'ladi. Keyin bu priglasheniya masalasi, aka-ukalar, opa-singillar, men bu yerda bir o'rtadagi odammen. Bu priglasheniya men o'zim qo'lim bilan qilib bermayman. Bu hammasi firma, ish beruvchi, ular keyin davlatga o'jontka chiqaradi, o'jontka jo'natadi. O'sha davlatdan tayyor bo'lgandan keyin, chiqarib bergandan keyin bular menga aytishadi. Men aytgandan keyin men sira sizlarga aytaman. Menga chunki qancha tez chiqsaga shuncha yaxshi. Chunki menga ham yaxshi bo'ladi. Men ham pul ishlayman buni orqasidan, to'g'risi. Keyin nima desam, shuncha ma'lumot beraman, yaxshi kontentlar bo'ladi, kontent qo'yaman. Men o'zimga ancha foyda bu tez chiqarganimning sababi. Bular menga xabar bermasa men chiqara olmayman. Shuning uchun noto'g'ri tushunmaysizlar. Bular aytgandan men sizlarga aytaman o'sha narsani. Endi qarangizlar, hozir kimlarga chiqqan bo'lsa o'sha ism familiyalarini aytaman. Kimga chiqqan bo'lsa menga aloqaga chiqasizlar. Keyin sizlarga o'sha priglasheniyangizni ko'rsataman keyin sizlarga. Xo'p, birinchi ochiratda Usmonov Azizjon, Samarqand. Ikkinchi Aliyev Xurshidbek, Surxondaryo. Alimardonov Davron, Surxondaryo. Nazarova Shohista, Samarqand. Aminov yo'q, bu kishi emas. Usmonov Alisher, Samarqand. Abdujabborov G'ayrat, Surxondaryo. Ermatov Olim, Toshkent. Bozorov Navruzbek, Qashqadaryo. Hamroqulov Abduqodir, Samarqand. Mana shu 9 kishi menga aloqaga chiqingizlar, srochni men ko'raman. O'zim ham sarxan qo'yibman, prosta nomerlarga bo'lib qo'yilgan. Men o'zim ham harakat qilaman topishga. O'zimdan mendan oldin o'zingiz topsalaringiz, sirasi aloqaga chiqingizlar menga. Hozir keyin mana bu hozir aytaman, Ashurov Musojon bilan Aminov Jamoliddin akalariniki nasib bo'lsa yana 3-4 kun ichiga chiqib qoladi. Ularniki ham o'zi tayyor bo'ldi, tashlab beraman dedi. Undan qolganlarnikini 10-15 kun ichiga tayyor bo'ladi, ularnikini tashlab beraman deyapti. Xo'p. Bularni endi sirazi navbatga qo'yamiz. Nasib bo'lsa, navbatga qo'ygandan hozir ko'p joylarda men eshityapman, o'zi yozga navbatga qo'yib bergan odamlarimniki hozir chiqdi. Suhbatga ham kirib chiqdi ular. Nasib bo'lsa, vizalarni kutishyapti. O'rtacha hozir hisoblaganda 7-8-9 oy orasida navbat chiqyapti. Viza olish imkoniyati o'zgargani yo'q. Misol uchun oldindan kuniga 5 kishi viza olayotgan bo'lsa, hozir ham kuniga 5 kishi viza olyapti. Bu yerga kamayib ketdi, ko'payib ketdi degan narsa yo'q. Oldindan misol uchun 10 kishi kirgan paytida ham 5 kishi viza olib chiqqan bo'lsa, qarang, 10 kishi kirgan paytida ham oldin 5 kishi viza olib chiqqan bo'lsa, hozir misol uchun 50 kishi, 60 kishi kirgan taqdirda ham 5 kishi viza olib chiqyapti. Bu yerda viza berish imkoniyatiga kamaygani yo'q. Bu yerda prosta odam topshirayotgan, kirayotgan odam soni ko'payib ketgan. Chunki hamma Polshaning vizasi yaxshi bo'lganligi uchun, Polshaning vizasi hamma joyga zo'r o'tayotganligi uchun, dokument olish osonligi uchun, bu yerda ishlar yaxshi bo'lganligi uchun Polshaga anoq ko'payib ketyapti. Odam ko'payib ketyapti. Shuning uchun o'shanga e'tibor beramiz. Keyin yana bitta qiziq ma'lumot aytaman. Yaqinda 4 ta bir kishi aloqaga chiqqan edi. Bundan adashmasam 1 oy oldinmi, 1,5 oy oldin menga aloqaga chiqdi bir kishi. U kishi aytdiki, shu Akmal meni navbatim kelgan xullas. Elchixonaga borishim kerak. Qaysi anoni tavsiya qilasiz dedi. Bilasizlar, men oldin o'zim Toshkentga borgan paytimda Apix degan sug'urtaxona bor. Ichida Ulug'bek bilan Zohidjon degan bolalar ishlaydi. Bu yerda qarang, bu yerda hech qanaqa reklama ketgan yo'q. Boshqa narsa ketgan. Men bulardan pul olganim yo'q yoki pul umidvor emasman. O'sha paytda men ham cheris bir kishi borganman, 1,650,000 ga men qilganman sug'urtani 1 yillikni.
Vizaga kirishga. Bular yaxshi yordam beradi, yaxshi ma'lumot beradi. Muomalasi chotki, aldamaydi, eng qizig'i. Keyin 1.650.000 mingga qilganman. Keyin bu kishi aytayaptiki, qayerga borsam, men aytdim, shularning adresini berdim, shu yerga boring dedim, yaxshi bolalar sizga yordam berishadi dedim. Bular borishgan. Borgandan keyin bu kishi 1.500.000 mendan borganliklari uchun 1.550.000 ga qilgan. Ya'ni ne tolko mendan, любой odamdan borsa, o'zingiz borsangiz agar 1.550.000 mingga qiladi. Ya'ni o'rtaga pasirnik bo'lmagandan keyin endi men o'sha payt pasirnik bilan borganman, 100.000 prosta u pasirnikka berilgan. Obshi 1.650.000 bo'lgan. Hozir o'zingiz misol uchun men mana Akmal jo'natdi. Shu videoni ko'rib keldim siz 1.550.000 yana 100.000 skidkasi bilan qilinadi sizga. To'g'ri ma'lumotlar beriladi. Eng qizig'i, aytilayotgan narsam eng qizig'i, o'sha kishi borgan, o'sha kishi bilan borgani bilmayman Surxondaryodanmi yoki Qashqadaryodanmi yana 3 kishi birga qo'shilib borishgan. 4 kishi bitta joyga sug'urta qilishgan. 4 kishi. Keyin pol ma'lumotlar berishgan, hamma narsani chotki qilib yig'ib berishgan, sug'urtalar chotki qilib berishgan. O'sha menga qilgan sug'urtalardan bu kishiga ham qilib berishgan. Keyin o'sha bilan bu kishilar kirgan suhbatga, kirib chiqqandan keyin qarib o'sha yerda 60-70 kishi birga suhbatga kirib chiqdik dedi bu kishi. Adashmasam, toshni bilmayman. Suhbatga kirib chiqqandan keyin oradan misol uchun 14 kundan keyin borasiz javobini olish uchun. Borsa agar o'sha kishilar hamma yana 60-70 kishi borgan, kirib chiqqan, hamma отказ olib chiqqan. Eng qizig'i 4 kishi viza olib chiqqan. 4 kishi kim? O'sha Apexda, o'sha Zohidjon bilan Ulug'bekda sug'urta qilgan 4 kishi viza olib chiqishgan. Endi bu tasodif bo'lishi mumkin. Balki bu yerda sug'urta ham katta rol o'ynashi mumkin. Приглашение katta rol o'ynashi mumkin. Savol-javobda juda katta rol o'ynaydi. Xullas savol-javobga ham o'sha yerda bolalar yordam berishadi, sizlarga maslahat berishadi. Nima demoqchiman? Boshqa sug'urtalar ham qilsa ham o'tib ketishi mumkin. Endi bilmayman. Bu ham bir tasodif bo'lib qolgan. 4 kishi birdaniga bitta sug'urtaxonaga qilgan, 4 kishi birdan viza olgan. Shuncha odamning ichidan. Endi sizlarga nima maslahatim? Bu bir tasodif bo'lishi mumkin, lekin harakat qilingizlar, ham bular ishonchli, ham arzon qolgan joylarga qaraganda. Sizlarga yolg'on ma'lumot, yomon narsa berishmaydi. Bu yaxshi bolalar. Yaxshi kerakli sug'urta kerak bo'lsa, shularga bolaga boringizlar. Adresi to'g'risini bilmayman. Menga nomeri hozircha nomerni ham aytib o'taman. Qarang, hozir bir nomerni ham aytaman, faqat o'sha sug'urta bolalarini nomerini saqlanib qilib qo'yingizlar. Men o'zim tashlab bera olmayman, lekin aytib qo'yay, lichkaga yozsangiz agar tashlab bera olmasligim mumkin. Men sizlarga hozir nomerini ko'rsataman, aytaman. O'zlaringiz saqlanib qilib qo'yingizlar va o'sha sug'urtaxonaga qachonki navbatingiz chiqsagina, navbatingiz chiqqandan keyin ularga aloqaga chiqing. Navbatingiz chiqmasdan ularga telefon qilib bezovta qilyotmang, to'g'risi. Ulardan ham keyin ayrilib qolmaylik. Xo'p, sizlarga nomerni aytib o'taman. Apex sug'urtaxonasi +99 8 95 lik kod bilan 006 25 25. Yana bitta qaytaraman. +998 95 lik kod 006 25 25. Yana bir marta qaytaraman. Uchinchisi. +998 95 lik kod 006 25 25. Ismi Zohidjon. O'sha kishidan bemalol aloqa chiqib ma'lumot olib, faqatgina navbatingiz chiqqandan keyin esingizdan chiqmasin. Navbatingiz chiqqandan keyin aloqa chiqing bu kishilarga. Xullas shunaqa. Navbatga qo'yish kerak bo'lsa ham navbatga ham qo'yib berishadi. Sug'urta ham qilib berishadi, ishonchli, sizga kirishingizda oldin ma'lumot ham berishadi, chotki. Rasm, pasm hamma narsa o'sha yerda qilinadi. Anketalaringiz ham o'sha yerdan telefoningiz bilan borasiz, telefoningizdan ular skachat qilib, papka qilib tayyorlab berishadi. Mana shunaqa profil chiqadi, mana. Endi bu yerda chappa bo'lib ko'rinishi mumkin. Mana shunaqa profil chiqadi xullas. Yozib bemalol aloqa chiqib ma'lumot olsangiz bo'ladi. Endi qarangizlar, men yana boya приглашение chiqqan aka-ukalarnikini ism familiyalarini yana qaytarib o'taman. Eshitmay qolganlar bo'lsa agar. Usmonov Azizjon, Samarqand. Aliyev Xurshidbek, Surxondaryo. Alimardonov Davron, Surxondaryo. Nazarova Shohista, Samarqand. Usmonov Alisher, Samarqand. Abdujabborov G'ayrat, Surxondaryo. Ermatov Olim, Toshkent. Bozorov Navruzbek, Qashqadaryo. Hamroqulov Abduqodir, Samarqand.
Mana shu 9 kishi menga srochni aloqaga chiqingizlar, o'zim ham iloji boricha aloqaga chiqishga harakat qilaman. Rulda bo'lib qolishi mumkin, javob bera olmasligi mumkin, SMS-larga tez javob bera olmasligi mumkin. Shunga sal noto'g'ri tushunmaysizlar, sal kutib turasizlar, sirazi aloqaga chiqaman. Qolganlarniki ham 10-15 kun ichiga yana bir partiya kelyapti, yana undan keyin yana bir partiya keladi. Xullas, davomiy kelaveradi. Приглашениyalar bu приглашениyalar hozir Gdansk shahriga qilingan. Bu приглашениyalar nima desam, oddiy firma emas, oddiy sklad emas, bular bir katta holding. Bundan aytishlari bo'yicha oldin отказ почти bo'lmaydi deyapti. Endi bu yog'i hammasi Allohdan, hammasi peshonaga, qolgani hammasi elchixonaga bog'liq, o'zingizning suhbatdan o'tishingizga bog'liq. Xullas, ana shunaqa ma'lumotlar, yana yangiliklar bo'lib qolsa, sraz men sizlarga aloqaga chiqaman. Если что, videoni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun rahmat, hammaga rahmat. Ishlaringizga omad xullas. Salomat bo'lingizlar. Tez kunda yana aloqaga chiqaman yangiliklar bilan, xudo xolasa. Salomat bo'ling.